Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 20-iyun 2025-yil Otoshopdan navbatdagi savdomizda legendar Nexia 2 mashina bo'ldi. Bugun buni istoriya etib qo'ydik, postdan yuklaydik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 37 ming halol probek, Crash 100% toza balon, metan. O'sha zo'r mashina edi, 1.6 edi mashina. Ham beri kontachka plombada turibdi. Xullas, mashinamiz savdosi o'xshadi. Mana yangi bozor, Bo'zqala Shirin Qo'ng'iroqdan Shohruh ukamiz kelgan ekan. Shohruhning 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikinci paysa Spark'larını 65 milyonga hisoblab oldik. 66 milyon so'm pul bo'lsa berib beramiz. Metani 25 ta qo'yilgan. Hozir bir qator obzor etib beramiz. Qolgan pullari ustundagi ranjsa pulini 1 yil 12 oyning ichida hech qanday paysiz o'zining pulini bo'lib to'lashga berdik. Rahmat, tabriklayman. Xayirli davlat mashinamizni kesib oladi. Mashina qoladingmi? Savdolar rozimisan? 1.6 1.6 ha? Подписывайся ekrandan so'ka. Oğul elde endi tavsiya etasan, ko'rgandan mashina oldik deb xudo xolasa. Qaladingmi aka mashinani? Bo'pti, nega endi nomlarni beraylik aka. Mashinamizning bahasi 90 million so'm pul bo'ldi. Usti rassrochkaga berdik qolgan sotib. Kelaverish avtoshukurlarda xizmatdamiz. Spark'imizda 66 million bo'lsa berib beramiz. Konditsioner ham mavjud, metan toza. Bir qadam yerga ko'rsatib. Yana aka. Probegin cheydimi? Shohruh. Buni ayrim tashlab beramiz hozir. 172 ming kilometr turibdi do'stlar. Halol, o'zining yurgani. Mashina ideal sostenida birgina obishli moyka kerak. Qodoy motor ham mevzu. Berlasa mashina avtoshop gullarda foydalanmag'ida bo'ladi.